Kimning xatolig'i? Avtori Doktor Mamtimin. 10 necha yil ilgari Amerikaning Kolorado shtatida nihoyatda cho'ng bir o't afati bo'lib, ko'plagan o'rmon kuyib kul bo'lgan edi. Keyin uningga bir yosh bolaning o't qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Saqchilar u boladan o't qo'yishning sababini so'raganda, u bola boshqalarning diqqatini tortish deb javob bergan ekan. Birisi qanday qilganda qisqa vaqt ichida nom chiqarg'il bo'ladi deb so'rasa, yana birisi boshqalarning diqqatini darhol chekadigan har qanday g'alit ish qilsang, eng tez nomingni chiqara olaysan deb javob beribdi ekan. Floridaning kichik bir shahridagi bir pop Qur'on ko'ydiraman deb davrang silib dunyoga to'nilgan edi. Agar u popning maqsadi faqatla Qur'on ko'ydirish bo'lsa, uyida o'ltirib biror yuz Qur'onni ko'ydirib atsimi, uni hech kim bilmagan bo'ladi va keyingi qonliq fojialar yuz bermagan bo'ladi. Amaliyotda jinning qasdi shaptilda deb, u kishining maqsadi Qur'on ko'ydirish emas, balki yomon ish qilish orqali oson nom chiqarish edi. Hammamiz bilgandek, har bir davlatda birdan bir necha 10 havo yo'li shirkatlari bor bo'lib, butun dunyodagi havo yo'li shirkati 5000 dan oshadi. Agar biz o'zimizdan "Men qancha havo yo'li shirkatini bilaman" deb so'rab baqsaq, javob 10, 20, balki eng ko'p bo'lganda 50 havo yo'li shirkatini bilishimiz mumkin. Demak, mutlaq ko'p sondagi kishilar mutlaq ko'p sondagi havo yo'li shirkatini uncha bilib ketmaydi. Ba'zi havo yo'llar shirkatlari necha 10 yillar biror vaqa chiqarmay qatnab kelgan. Ammo asosan boshqalar tarafidan bilinmagan bo'lsa-mu, biroq bir qitimliq vaqa tufaylidan eng qisqa vaqt ichida butun dunyoga bilinishi mumkin. Bir yozuvchi How to Change Your Life in 30 Days, ya'ni qanday qilib hayotingizni 30 kun ichida o'zgartira olasiz degan kitob yozgan ekan. U kitob nashrdan chiqish jarayonida bir harfning almashib qolganligi sababidan life, ya'ni hayot degan so'z wife, ya'ni xotinga o'zgarib qopti. Shu sababdan u kitob bir hafta ichida 2 million parcha sotilibdi. Keyin yozuvchi xatolikni bayqab, wife degan so'zni life qilib tuzatgandan keyin bir oy ichida oran 3 parcha sotilibdi. Undan boshqa g'ayvat shikoyat, fitna fasodga va yolg'on so'zlarga garchi hamma odam nolat o'qisimi, biroq u har qanday yaxshi dastonlardan tez tarqaydi. Undaqda nima uchun yomon ishlar yaxshi ishlardan tez tarqaydi? G'ayvat shikoyat va fitna fasodlar yaxshi so'zlardan tez tarqaydi. Yolg'on so'zlar rost so'zlardan tez tarqaydi. Sabab yomon ishlarda, g'ayvat shikoyatda, fitna fasodda emas, balkim shuni tarqatquchilarda. Hech qandaq mal agar yetarlik bozor va xaridor topolmasa, hargiz zo'rlab setilmas. Agar g'ayvat shikoyat, fitna fasod o'tirg'i chiqqanda, uningga qiziqadigan va uni tarqatadiganlar bo'lmasa, yolg'iz g'ayvat shikoyat, fitna fasodlar ma'lum doirada cheklanib qolmasdan, balki u g'ayvat shikoyat, fitna fasodlarni o'tirg'i chiqargan va shu orqali nom chiqarmoqchi bo'lgan odamlar hargiz bozor topolmaydi. Maqsadiga yetolmaydi. O'zidan o'zi ishchi pushib, u ishlardan qo'lini tortadi. Amaliyotda biz garchi
ularga nalat o'qigan bo'lsaqmi, lekin o'zimiz xohlagan yoki xohlamagan, sezgan yoki sezmagan yo'sinda ularga yordamda bo'ldik. Ularning bozor tepishiga fursat hozirlab berdik. Ularga yo'l ochib berdik. Ularning nomini chiqarishiga yordam qildik. Shu sababdan ba'zi insonlar bozor topdi. Bizdan foydalanib nom chiqarishdek oson yo'lni tanlagan. Agar biz bir-birimizni emas, bir-birimiz bilan so'zlasak, dunyodagi nurg'un masalalar tugab ketadi. İnsanlar orasida shundoq bir xil g'alati odat yoki benormal psixika borki, u bo'lsa-mu, ular o'zlarining ega bo'lgan hayotidan va qo'lga keltirgan natijalardan emas, balki boshqalarning huzursizligi, falokatga uchrashi, vayron bo'lishi va fojialardan rohatlanadigan va shu orqali o'z-o'zini qanoat topqizadigan bo'lib, insonlardagi bu xil benormallik psixika, bu xil yomon odat, dal shu yomon ishlar, yolg'onlar, g'ayvat shikoyat va fitna fasodlarning tez tarqalishining asosidir. Will Rogers mundaq degan: insonlar faqat g'ayvat o'zi to'g'risida bo'lganda, ondan g'ayvatni yaxshi ko'rmaydi. Tugedi. 2019 yil 11 mart